Yo'q, hammaga assalomu alaykum. Videoni obdoshkasidan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men Ozarbayjonga oyim bilan uchayapman endi bu safar. Sochim уже boshqacha stil, yaqin armiyadan keldim. Shuncha o'sdi endi. Yo'q, meniki emas. Men O'zbekiston Airways'da uchmayapman. Tak boshlandi sayohatlar. Yalla. Do'stlar, biz aeroportdan samolyotga chiqyapmiz. Короче, biz Ganjaga yetib keldik. Вот. Welcome to Ganja. Bakuga emas, Ganjaga keldik. Hozir Ganjadan endi Bakuga boramiz. Avtobusda. Skype'im. Opa vitqaylar такой. Короче, yana o'sha vibe, jigarlar orqada mana Nivalar, Ladalar такой 07lar. Havo ham вообще. O'zbekistonda ozgina tursang isib ketasan. Bu yerda boylamay turibman, hali tiyib chiqib ketgani yo'q-da. Bir doim Ozarbayjonga kelganda birinchi qiladigan ishim Ozarbayjon choyini ichish. Hozir bitta cho'rvacha bilan takoy cho'tkamnaqacha bo'ldi. Maycha dasturxoncha bo'ldi. Men choyga alohida eng yaxshi ko'radigan Ozarbayjonda Ozarbayjon choyini ichish. Mana nihoyat do'stlar, biz dengiz bo'ylab Baku shahriga kirib keldik. Do'stlar, короче, mehmonxonaga joylashdim. Faqat videoga olmadim hali. Charchagan edim. Qornim och edi. Sразу sumkalarimni qo'ydim-da, ko'chaga chiqdim men. Magazinga. O't magazin. O't magazin Araz degan. Ketamiz. Yerlar to'la narsa bilan chiqyapman magazindan. Kartam ishladi. Mana bu Mastercard ishlamaydi deb o'ylaganim ishladi. Тупак yo'l o'rtasida yotibdi, cho'zi. И всем доброе утро, друзья. Вот, biz turdik ertalab nonushtaga kelganmiz. Taklif nonushtalarni atab endi birinchi kun aylanamiz. Bizdan 2 kun bor. Bugun birinchi kun, 3 kun poyezdda. 3 kun aylanamiz, kayf. Sochlarni taklif qilib nonushtaga tushamiz. Do'stlar, короче, kecha uxlab qolibman. Shunday qilib chillit qildim kechasi. Tagoy televizorlarda ko'rdim. Yana sokchani ichib, tagoy chillit qildim. Keyin uxlab qolibman. Hozir endi zavtrakka keldik. Zavtrak besplatniy bizga, faqat obed bilan ужин yo'q. Zavtrak ham cho'tib bo'ldi. Tagoy chillit qildim o'zi ham. Endi bir shaharda kezish kerak. Nima o'ylab olishim kerak. Jigarlar, короче, zavtrak qilib ko'chaga chiqdim, magazinga borib keldim yana bir marta. Endi hammasini to'g'ri qildim magazinda. Mamnun qaynar, mazza qilib yotibdi. Kichkintoy. Jigarlar, biz taksidan tushib oldik. Hozir besplatniy ekskursiyaga kelganmiz. Sizlarga ko'rsatsam hozir. O't, qanaqadir bizani odamlarni olib ketishyapti. O jingarak sochli brat. Hamma oynadan olib turasing o'shyapti negadir. Tavba. Собирать стакан. Самое главное, здесь нет ни единого источника пресной воды. Ни одной реки.
С точки зрения древних поселенцев, это то, что не нужно искать для создания города. Цивилизация не зарождается. Он пишет свои самые образованные стихи, на мой взгляд, здесь. Называются они «Персидские мотивы». Он был близко знаком с Алия Вахитом, потому что, конечно же, Есенин сразу понял, он нашел ячейку, где ему быть, это была чайхана. Там они пили чай с Алия Вахитом, может они его курили, я не уверен, но они подружились на почве того, что Алия Вахит заплатил за него, а Есенин был пьяный. Но он очень сбудовался, он подошел и говорит к нему, вот его табаско, такой задиристый. Есть такие двери, где усыпан розами порог, где живет задумчивая Перри. В Хорасане есть такие двери, но открыть те двери я не смог. У меня в руках довольно силы. В волосах есть золото, имеется голос Перри, дивный и красивый. У меня в руках довольно силы, но дверей не смог я отпереть. До свидания, Перри, до свидания. Хоть не смог дверей отпереть, ты дала красивое страдание. А тебе на родине мне петь. До свидания, Перри, до свидания. Вот такие стихи пишет Есенин. Ура, ура. Давно меня не хлопали. Вдохновляется Есенин Вахитом? В свою очередь Вахит вдохновляется другой поэзией. Идите сюда, например. Так, дорогие гости, этот музей очень особенный. Здесь свои правила посещения. Первое, на чем должно обратить внимание, это на фотографию, на портрет местной знаменитости Зарифы Салаховой. Это культурный деятель нашей страны, и это все ее частная коллекция. Поэтому сначала мы должны познакомиться с ней. Частная коллекция Зарифы Салаховой на отметке 2000, она иногда тоже здесь сидит. На 2900 книге получила вот этот вот сертификат как официальный рекорд книги Гиннесса. Сейчас здесь книг около 12 тысяч. Как там? 12 тысяч книжек в миниатюре. Множество интересных книг, особенно для русскоговорящих. Например, Евгений Онегин 1837 года. Пушкин был жив, и вот эту книгу издали. Конечно же, это и Коран 16 века. Вот здесь религиозная литература, посмотрите, 16 век. Даже книга с подписью Фидель Кастро. Jigarlar bu kichkinacha kitobchalarni qaranglar. Mana buncha kelibdi. Har xillari bor ekan. O'qish uchun lupa kerak bo'lar ekan, o'qish uchun. Muhtaraman shunaqa ko'chalarni takbir. O, dengiz. Yaqin ko'rinar ekan. Va albatta biz kichkintoy 07miz. 07 o'zi bu. Ha, 06. 06 ekan. Ozarbayjonskiy. Ух ты, вид qaranglar такой. Do'stlar, hozir gidimiz qaqadir ketdi va men gid qilib ketishdi mana. Вот, посмотрите. Aytda qanaqadir suvli magazin, hamma kirib ketdi ichkariga. Hozir men gidni kutib turibmiz. Aytdan kelish kerak. Birlanti rukaga ketgan ular ko'rish uchun yarim guruh. Suvirinchalarda. Magazin. Ichkariga kirib o'tirmaymiz. Do'stlar, men 20 manatga mana bunaqa takuy choy oldim. Vashi qichuv. Odan chilit qilaman takuy. Choy ichib montaj qilaman videolarni. O'z sochim zo'r bo'lib qolibdimi? Jigarlar, короче, pulni manat qilib oldim, 100 manat pulimi. Tak, endi choy ichib o't, choy, mana bunaqa dalbaklarda takuy qilib choy tekin ekan besplatno. Mana bu bizning gidimiz sovg'a qildi bizga choyni. Do'stlar, choyni ham ichib oldik mana. Chillit qilib, choylarni ichib chillit qilib, endi sohilga peshkom keldik, sohilga aylanib peshkom takoy. Hozir sohilda ko'rsataman hozir. Do'stlar, tayyormisizlar? Oh. Seni ko'rana kadar degan qo'shiqlar qo'yib bo'ladi. Oh. Nочной Bakuda takoy aylanamiz.
Hozirlarga ana yontiradigan 3 talik bino bor, o'shani ko'rsatmoqchiman. Вот, yonishni boshladi. Biz Baku bulvardamiz. Aylanib dengiz bo'yida. Orqamda o'sha 3 talik mashhur bino o'sha yonadigan, kechasi yomg'ir chiroyli bo'lar ekan. Va mana bu men bir paytlar orzu qilgan dengizni ko'rish, Kaspiy dengizi уже ikkinchi marta ko'ryapman. Ikkinchi marta Ozarbayjonga kelganim uchun va bu juda ham sasyapti. Neft sasyapti, neftni qanaqadir yoqilg'ini hidi sasyapti. No, aslan vidga gap yo'q, cho'tki chiroyli vid bo'lyapti. Hozir ko'rsatishim mumkin. Odamlar ham vashe ko'p. Вот. Odamlar vashe ko'p odam. Hamma dengiz oldida o'tiribdi. Menga o'xshab yoqtirar ekan. Dengiz oldida o'tirishdi. Sen salom. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, like chigarlar. Yana Ozarbayjonda mana bulvarda hamma yoshlar o'tirib, mana shu polnis mana shu ko'rib chiqdim yoshlar. Hammasi o'tirib qanaqadir gaplashib, do'sti bilan o'tiribdi. Do'sti bilan o'tirganda telefonda o'tirmayapti-da, qanaqadir bir-biri bilan suhbatlashib, o'ynashib, mana shu o'ynab o'tiribdi bir-biri bilan. Mana boldir muzikalar aytyapti. Shu boshdan ko'rib kelyapman, 3 ta 4 ta joyda shunaqa bolalar muzika aytib o'tiribdi, o'tirgan joyda. Ko'p joylarda mana shu hamma birga kelib turib, mana shu biror nima ichib, yeb, mana tomosha qilib dengiz oldida o'tiribdi. Mana shunaqa. Do'stlar, men короче hozir bitta zo'r sitamaga kirib chiqdim, video olish esimdan chiqib qolibdi. Bu mana o'zimga tug'ilgan kunimga sovg'a oldim. Qarab lavash 1.20, mana shu lavash 1.20 ekan, 13 ta chiqar ekan. Kulada такой. Va bu yerda mana mayda judalar ham bor ekan. Shirinliklar. Ozarbayjonda shunaqa choy bilan shirinlik ichishni yaxshi ko'radi. O'rta pep u gapim ham kelmay qoldi. O'rtada mango, Pepsi, shakarsiz Pepsi, mangolisi O'zbekistonda bormi, nima deysizlar? Ertaga mana shuni olib ko'raman. Bugun mana bunaqa sok olgandim o'zimga, ko'ppini boshqachasi. Ko'ppaymi. Zo'r ekan, o'qiman bu. Pepsili mango. Hammaga salom do'stlar. Bugun bizda ikkinchi kun Ozarbayjonda mehmonxonada zavtrak. Hozir ko'p joyga boramiz bugun, o'zimiz aylanamiz, bir o'zimiz. Jigarlar, ovqatlanib oldik. Endi takoy Nizamiy ko'chasiga keldik. Vasha toza ko'cha ekan, Nizamiy ko'chasi. Mana bu yerda zo'r rasmlarga tushsa bo'ladi, binolar yonida. Oyim hozir magazinga kirib ketdi. Shu kutib o'tiribman, qachon chiqar ekan deb. Opa. Mushuklar ham ko'p ekan bu yerda. Ozarbayjonda mushuklar ko'payishni boshlabdi. Bitta yon tomonda bayroq. Ichari shahardagi Jiguli tagoy. Mana. Cho't papiri kino solingan tagay. Mana shu yoqqa yiqilib cho't papiri deydi. Jigarlar. Bir gapirish shu joy. Jigarlar bunaqa ko'chalardan rosa ko'p ekan. Mana bular yozuvlarga to'lib ketibdi devorlar. Voy, mana bu. Jigarlar qiz xalasining tagida qanaqadir narda musobaqasi bo'lyapti, chempionat bo'lyapti. Shunaqa vaqtga to'g'ri kelib qolibmiz. Интересно. Menga hozir taklif qilishdi, mana bu to'g'ridagi amaki o'ynab ko'rishdi, men o'ynashni bilmayman. Do'stlar, hozir men bu qiz g'alasining pastidagi magazinga kirdim. Do'stlar, hozir men qiz g'alasining pastidagi magazinga keldim. Hozir ko'ramiz ichida nimalar bor ekan. Bu video Umid qanaqa kamerada ishlatasiz? Mana bunaqa kameralarda ishlatasizmi? Jigar. Kameralar dodasi Umid siz uchun maxsus. Mushtiqa kayf qilib yotibdi bor, mazza. Do'stlar, video olishga esimdan chiqib qolibdi. Короче, biz mehmonxonaga borib ozgina havolib zaryadkalarga qo'yib telefonlarni. Hozir bitta Gaydar Aliyev muzeyiga qarab yo'l oldik.
Hop jigarlar biza yetib keldik o'sha muzeyga. Yopilib qolmagan bo'lsa bo'ldi. O'sha soat yopilib qoldi deb o'ylayman, kech bo'ldi soat. Buni baribir keldik. Birozda ko'rib ketishgan. Jigarlar biza mashina muzeyidamiz. Mana birinchi chiqqan mashinalardan ekan mana bular. Muzikaga 5 lekin muzikaga. Вот. Men buni chaqmoq makina xolasimi nima bilan bu? Ana. Mashinalar. Mana qo'yinglar jigarlar qorda yuradigan birinchi eski mashina. Birinchi chiqqan mashinalardan qorda yuradigan. Zo'r holatda saqlanib qolingan ekan. Bog'larning ustiga mana metal qo'yib qo'yilgan ekan. Zo'r. O mana gruzoviklarda. Birinchi eski chiqqan gruzoviklardan. Mana bu chaqmoq makfindagi mashinalar ko'plar. Molna makfin deydi. Bular katta bo'lgan ekanda bular. Vashshe men ko'kragimdan-da katta. Jip mingan ekanda bular bu. Mashinalarning haybatini, kattaligini ichini qaranglar. Wow, limuzin bor ekan bu yerda. Limuzinning qichig'i. Ana. Qaynachiganlar. Короче, bu muzeyga kirish 10 manat ekan. 10 manat bizning so'mda 1 manat 7000 dan bo'lsa, 10 manat 70000 bo'ladi. 70000 ekan bu muzeyga kirish. Arziydimi yo'qmi degan savolga bu mashinaga qiziquvchilar uchun arziydi. Agar siz mashinaning muxlisi bo'lmasa, arzimaydi. Mana bu kichkina mashinchalar ham bor ekan, lekin sizlarga e'tiboringizga men buni ko'rsatmoqchiman. Mercedes-Benz James Bond anaqasida kinosida qatnashgan Mercedes-Benzga o'xshab ketar ekan. Menimcha o'sha yo'q. Ichlari qayda, salonlarning hidi shaqachi kelyapti bori. Mana biz muzeydan chiqib oldik, boyagi mashina muzeyidan. Endi mana Bakuni orqa tomoni mana shunday ko'rinar ekan. Mana shunday kuzatyapmiz. Vid qaranglar, prям. Vid-ku bu. Bozorga keldik, Sadarak bozoriga. Bu yerda narxlar yaxshi. Agar Ozarbayjon tilini bilmasangiz narxlarni otishadi. Lekin bu yerda bozorchilarga gap yo'q bor-ku. Mana oldiga borasiz, turib sizni qo'lingizdan ushlab olib kirib ketadi. Olmaydigan bo'lsa ham oladigan bo'lib qolasiz, olib kirib ketgandan keyin. Shunaqa yomon bular savdo qilib qo'yar ekan. Olgisi kelmasa ham olgis kelib ketadi ekan. Ichkariga olib kirib qo'lingizdan ushlab anaqa qiladi, uyalasiz, olmasdan ketishga. Oyim bilan yana aylanib turibmiz Bakuda. Hozir bozorga borib, qaytib, narsalarni qo'yib, endi Deniz Malga yana qaytib bormoqchimiz. Kechadan mumkin olmagan narsamiz bor edi. O'sha narsani yana qaytdan olmoqchimiz. Mashhur bitta chiroyli lokatsiyaga keldim. Bitta baho bergan lokatsiyaga. Lokatsiya vaqti gap yo'q. Lokatsiyaga do'stlar gap yo'q, vaqti chiroyli lokatsiya. Mana shu yerga turib rasmga tushsanglar bo'ladi. Bu ichari shahar chekasi. Yo'li. Mana shu yerdan gonishni trassalar shu yerdan ketgan hammasi. Jigarlar Qiz qalasining oldidan yana bir marta o'tib ketyapmiz. Deniz Malga boradigan yo'lda Qiz qalasi bor, o'shani ko'rib yana bir marta oxirgi marta, chunki ertaga ketamiz уже.
Shunga hamma yerda yana bitta aylanib keyin ketamiz. Jigarlar, muzikaga baho beringlar. Yer tagiga tushib ketyapmiz. Oho! Ana tugadi. Oho, yer tagidagi o'tish joyi shunaqa raskoshniy. Mana bulardan nima bo'ladi? Muzeyga o'xshaydi bu. Tavba. Mana chiroyliligini. YouTube kanalimda shunaqa eksklyuziv videolar ham bo'ladi, jigarlar. Hech kim ko'rsatmaydigan sizlarga. Shuning uchun bitta like bosib qo'yinglar, hech narsa qilmaydi. Like bosib qo'yinglar shunda. Like. Jigarlar, biz mana dengizga yaqindamiz. Mana dengiz. Mana bu shahar. Oho, mana bitta qaranglar. Hozir biz mana dengiz moliga ketyapmiz. Jigarlar, mana bu ichini qaranglar. Вообще. Hozir men New Yorker degan magazindan narsa oldim, mana ukamga sovg'a, takoy paketlarda. Вот, momentlarda aylanib chiqsa bo'lar ekan bolalar, mazza ekan. Вот, targoviy sentrda kattaligini qaranglar. Salqin ichi zo'r ekan. Odam vashka ko'p ichida. Shuncha katta ko'rinar ekan. O mana tushdi bittasi. Jigarlar, mana chiqdik biz ham. Endi dengizni tomosha qilib bitta kayf qilib o'tiribmiz, chillit qilib. Dengizga bitta qaranglar mana. Hoppa. Yangi ko'ylaklarda olib takoy Ozarbayjonisi oldim mana. Jigarlar, mana bu bitta qaranglar, bitta rasmga tushishga zo'r joy ekan. Mana men bu yerda turib hozir rasmga tushdim, men bu yerda turib, men bu yerda ko'rindi. Vashcha zo'r joy bo'ldi. Filarmonik parkmi shunaqa ekan, короче. Shunaqa joy ekan. Vashcha tiflar yuribdi. Mana o'sha joy yomon zo'r ekan. Chiroyliligini qaranglar. Fontanlar hali yonmabdi, fontan ham yonganda vashcha zo'r yetib berardi. Mana ichari shaharda shunday chiqishida yonida ekan. Ambularda, oho. Mana shunaqa. Hech qo'shiq aytmayapti. Faqat piano chalayapti ekan. Mushuk yo'q deysizlar, Bakuda mushuk to'lib yotibdi mana. Anaqa bittamiz. Mushuklar ham ko'p bu yerda. Jigarlar, ba'zida Bakudagi mushuk bo'lib qolgim keladi. Mazza qilib bu joyda yotadi. Hoppa. Do'stlar, kechki Karachi ko'cha, Nizomiy ko'chasi bor, Ganjaviy ko'chasi bor. Nima ko'cha edi? Esda tushib qoldi ko'chaning nomi. O'zimni ismimdagi kitobni topib oldim. Haji Shahriy. Meni ismim Shahriy. Mana shu yer to'ladi takoy. Sizlarga hozir bitta ko'rsatsam, mana bitta. Takoy bitta. Oba. Короче, bize Toshkentga uchib ketyapmiz, lekin Toshkentga uchib ketishdan oldin men Pepsi'ni ichgandim, qaynagan. Mangoli Pepsi takoy. Shakarsiz. Lekin ichib oldim, shu ustidagi anaqasini ko'nglar bo'ldi. Yetadi. Tavba. Ketyapmiz. Bizlar. Biz aeroportdamiz.